Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamidullo Tursunboyev. Ushbu videoda SAT matematikasidagi eng kerakli mavzu hozirgi zamon present simple haqida gaplashamiz. Tayyor turing, bor fikringizni jamlang, e'tiboringizni qarating. Ushbu videoda sizga kerakli bo'ladigan, tarjimada kerakli bo'ladigan barcha narsani olasiz. E'tiborli bo'lib tursangiz bo'lgani shu kifoya. Demak, boshladik. O'zi bilamizki, SAT ning matematika qismidagi masala misollarini ichidagi gaplar, jumlalar, so'zlar asosan hozirgi zamonda bo'ladi. Misol ishlaganlar buni biladi, albatta. Asosan hozirgi zamonda tuziladi gaplar. Shuning uchun hozirgi zamon o'zi nima, qanaqa bo'ladi, shuni bilib olsak, tarjimada qiynalmaymiz. Endi hozirgi zamonning strukturasini bilish bilan birga bizning lug'at boyligimiz ham yaxshi bo'lishi kerak. 5-6 ta so'z bilan ketmaydi. 50 plus 100 plus lug'atga erishib olsak, tarjima juda oson bo'lib qoladi, ustozlar, o'quvchilar. Xo'p, demak hozirgi zamon. O'zi o'zbek tilida hozirgi zamon qanaqa bo'ladi? Masalan, men dars qilaman. Qilaman bu yerda kesim va hozirgi zamonda, hozirda turgani uchun umumiy gap ham hozirgi zamonda turibdi. Endi eng muhim joyi nima? Gapimizning egasi qaysi? Egasi men. To'ldiruvchisi dars, kesimi qilaman. Qaysi biri birinchi kelyapti? Ega birinchi kelyapti, men. Oxirida kesim kelyapti. Demak, o'zbek tilida ega birinchi, kesim oxiri kelar ekan har doim. O'rtada aniqlovchi to'ldiruvchi hol bo'ladi. Ammo ingliz tilida unaqa emas, g'irt teskarisi. Birinchi ega keladi, keyin kesim keladi, keyin to'ldiruvchi keladi. Endi e'tibor qilamiz, muhim narsani aytyapman. Buni bilish sizga nimaga kerak o'zi? Birinchi ega, keyin kesim nimaga kerak bu? Tarjima qilayotganingizda masalada uchragan birinchi so'z egaligini bilib olasiz shu orqali. Ikkinchi kelgan narsa ko'p ehtimol 80-90% kesimligini bilasiz. Keyin to'ldiruvchi kelishini kutib turasiz tarjima qilayotganingizda. Egani topib oldingiz. Keyin miya o'ylash kerak. Endi kesim keladi deysiz. Keyin o'ylash kerak, endi to'ldiruvchi kelish kerak deb. Mana shu yerda kerak bo'lar ekan, fikrlaganda kerak bo'ladi. Mana bu yerga yozib qo'yganman, demak ega mana birinchi keladi ingliz tilida, keyin kesim, so'ng to'ldiruvchi. Mana bu misolga e'tibor qilinglar. The function funksiya, mana ega birinchi keldi. Represents bu endi nima ekan? Kesim ekan. Represent degani ko'rsatmoq. Endi to'ldiruvchi a linear equation. Mana to'ldiruvchi. Linear equation chiziqli tenglama degan. Funksiya ko'rsatadi chiziqli tenglamani. Ana. Mana shunaqa yo'lda tarjima qilsak zo'r chiqar ekan. Funksiya chiziqli tenglamani ko'rsatadi. Bildi, demak miya nima qilish kerak ekan? Mana funksiya so'zini topdimmi? Endi kesimni kutayman. Represent. Endi to'ldiruvchini kutaylik, a linear equation. Shuna qilib tarjima qilaverasiz, masalan, misol uchraganda. Yana bitta narsa aytaman, bu ko'p hollarda yordam beradi. Orqadan tarjima qiling. Chunki dastavval aytdim-ku, ingliz tilini strukturasi teskari deb. Demak, siz ham teskari ish tutishingiz kerak. Chiziqli tenglamani ko'rsatadi funksiya. Wow deydigan narsa bu. Juda ham bir yaxshi texnika. Demak, bilib oldik, birinchi ega, keyin kesim, keyin to'ldiruvchi kelar ekan. Bu endi xabar mayli, ustozlar, o'quvchilar, endi inkorni ham ko'rib qo'yishimiz kerak. Funksiya chiziqli tenglamani ko'rsatmaydi deyish uchun, demak, do notni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Do not keldimi? Fe'ldan oldin do not kelsa, inkor ekan deysiz. Not degani no, yo'q degani emas degani. Kelinglar birga yozaylik. Funksiya chiziqli tenglamani ko'rsatmaydi deymiz. The function ega. Endi fe'l, lekin fe'ldan oldin inkorda yozishim kerak do not. Mana the function doesn't represent a linear equation. Funksiya ko'rsatmaydi chiziqli tenglamani.
Bu endi not qo'shilsa inkor bo'lar ekan deymiz. Demak, o'ylaymanki, bu juda ham yaxshi tushunarli bo'ldi. Xulosa, demak, matn masala keladigan bo'lsa, birinchi ega keladi, keyin kesim, keyin to'ldiruvchi keladi. Shunga qarab tarjima qilaverasiz. Va mana shu yerda aytishim kerak, videoni oxirida sizga eng ko'p kerak bo'ladigan, eng ko'p uchraydigan fe'llarni tashlab qo'yaman. Videoni oxirida bo'ladi u. Endi kelinglar, mana bu so'zlarni, gaplarni birga tarjima qilaylik. If, agar x plus 5 12 ga teng bo'lsa, what does x equal? What? Nima? X equal degani x teng. Agar x plus 5 12 ga teng bo'lsa, x nimaga teng? Yaxshi. Ikkinchi masalani birga qildik. Uchinchisi. A car, mashina. Nima bu? Birinchi kelyapti. Ega. Miya egaligini bilsin. A car, mashina, travels, yuradi, sayohat qiladi, 60 miles per hour. Soatiga 60 milya. Mashina, ega, travel, kesim, yuradi, 60 milya per hour, to'ldiruvchi qism. Mashina soatiga 60 milya yuradi. How far does it travel in 4 hours? E'tibor qilamiz. How far qanchaga? It, u degani u, ya'ni mashina. Ega bo'lyapti bu yerda. U yuradi in 4 hours. 4 soatda qancha yuradi deyapti. 4 soatda qancha yuradi topish uchun 4 kira 60 bo'ladi. To'rtinchisi. The graph shows. Graf ega, endi kesim kutsin miya. Shows ko'rsatadi, grafik ko'rsatadi. The relationship between x and y. Grafik ko'rsatadi munosabatni x va y o'rtasidagi. Endi yuqorida aytdim, ustozlar, o'quvchilar, teskaridan tarjima qilib ko'ramiz. X va y orasidagi munosabatni ko'rsatadi grafik. Ana. 5-si. Demak, sekin-sekin miya moslashyapti video davomida, to'g'rimi? Ko'z ham pishyapti. 5-si. A book costs $15. Kitob turadi $15. How much do 7 books cost? 7 ta kitob qancha turadi? How much qancha degani. 6-si. The triangle has 3 sides and contains 3 angles. Triangle ega, has bor, 3 sides 3 ta tomon. Uchburchakda 3 ta tomon bor va contains o'z ichiga oladi 3 angles, 3 ta burchakni. Demak, mana shu tartibda ketaveradi, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. O'ylaymanki, juda ham manfaatli, tushunarli bo'ldi. Endi mana bu 7, 8, 9 ni sizga beraman va mana shuni tarjimalarini kommentsda kutib qolaman. Ayniqsa 9-sini. Nima deb o'ylaysiz, 9-sini tarjimasi qanaqa bo'ladi? Kommentsga yozib qo'ying. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.